bilan katta ziyoratgohga aylandi. Bu yerlarda qabrlar bo'lgan, qabristonga arqa tomonga ko'chirilgan. Ayam devormonida katta qabriston bor. Yerlarda masjid maqbaralar qoldirgan, qadimiy chinorlar ekilgan. Bular juda qadimiy chinorlar. Davrida bu xaroba bu joyga aylanib qoladi ziyorat. Eski binolar Indoneziyaning birinchi prezidenti Sukarno janoblari Rossiyaga davlat tashrifi bilan boradi va Imom Buxoriy qabrlarini ziyorat qabri qayerda? Kishi kim bo'lgani haqida ma'lumot ega emas. Sukarno janoblariga Sochi Yaltalarda dam olishga taklif qilganda Sukarno janoblari Imom Buxoriy qabrlarini ziyorat qilishni Damas'da hududingizda Imom Buxoriy qabrlari topildi Samarqandda. Mana shu joyda aytarkan Imom Buxoriy qabrlari juda uzoqda. Samolyot bormaydi, kema bormaydi. Cho'l biyobonda Sukarno janobi bilan aytgan ekanki, agar xarita bersangiz Imom Buxoriy qabrlarini men shu ziyoratga piyoda ham chiqaman dedi. Keyin 4 kun Imom Buxoriy majmuasi obod qilindi. 4 kun davomida Sukarno janoblari poyezdda o'tiriladi va xarobagarchilikdan yashish maqsadida kechasi mehmonlar keldi. Ana shu eshikda yo'l bo'lgan asfalt yotqizildi. Atroflar tozalandi. Imom Buxoriy qabri yoniga kelinadi Sukarno janoblari. Manbalarda aytilishicha, mana shu qabrda yoniga kelganda hatto emaklab keldi deydi. Ertalabgacha Qur'on xatmi kechadi. O'ylaydi biz pastga ketadi, yo'q. Tong otdi. Qori bo'lgan. Qur'on xatmi kelgan. Ertalab tong otdi ta'sirlandi. Yig'ladi, ey musulmonlar, ey birodarlar. Imom Buxoriyning qabrlari shunchalik xaroba, maqbara ziyoratiga shunchalik tashlandiq ahvolda edi. Bu zotni butun dunyo musulmonlari qidiryapti. Imom Buxoriy qabrlari qayerda? Ziyoratga boraylik deganlar qancha? Agar bu ziyoratgohda Imom Buxoriy qabrlari kerak bo'lmasa, bu zulmga olib ketadi degan gaplar demakdir. Qabr tuprog'ini to'layman deganda, tonna miqdorida to'layman degan. Tonna miqdorida 6 tuprog'iga. Qarang. Nima edi? Imom Buxoriy qabrlarini ko'chirib bo'lmasligi. Qayerda suv bor? Kelajak davlatga javob qoldirilmaydi. Bu joyda katta qurilish ishlari olib boriladi va obod qilinadi. 1998-yil prezidentidan avval bular yo'q edi. Juda chiroyli. Sharqona ko'rinishda. Sochlari Hindistondan keltirilgan.